Assalomu alaykum hammalaringizga. Bugun mehmonimiz Asilbek aka. Assalomu alaykum. Aka, ozgina shu shinere haqida savollarimiz bor. Shularga o'zingizni shaxsiy fikringizni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Aka, bu shu furgon sohasiga, shu imенно yuk mashinalari sohasiga kirib kelganingizga qancha yil bo'ldi? Men yuk mashinalari sohasiga kirib kelganimga 4 yil bo'ldi. Lekin bizning ustozlarimiz 18 yildan beri shu yuk mashinalari sohasi bilan shug'ullanib keladi. Ya'ni yuk avtomobillari uchun furgonlar, tentlar o'rnatib yasab berishadi. Xo'sh. Shinerada ancha vaqtdan beri taniysiz, bilasiz bu avtomobilni. O'zingizning shaxsiy shu vaqtgacha yig'ilgan fikringizni aytib bera olasizmi bizlar uchun? Meni shaxsiy fikrim Shinere bo'yicha hozir O'zbekistonda eng ilg'or yuk avtomobillardan biri desak bo'ladi. Sababi hozir ko'chaga chiqsangiz ham kamida 5 ta yuk avtomobildan 2 tasi Shinere. Odamlarda ham talab katta Shinerega. Shuning uchun Shinere ishlab chiqarilayotgandan beri biz Shinere mashinalariga furgon o'rnatib kelyapmiz. Unga ham ancha bo'lib qoldi. Endi baholashga keladigan bo'lsak, xalqimiz o'zi kommentariyada baholab o'tib ketadi. Eng ko'p qancha yuk ko'targanini ko'rgansiz? 3,5-4 tonnagacha olganini ko'rganman. Rahmat, tashrif buyurganingiz uchun. Rahmat. Albatta sizda yana davomli kutib qolamiz shaxsiy salonimizda. Kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'lsa, Samarqand shahrining Qarshi kurugidagi Shinere avtosaloniga kelib avtomobillarni yaxshi kafolatlangan narxlarda xarid qilishlaringiz mumkin.